Chaqirishga chaqirib kelmaydi ham, tavba qildim. Do'stim! Ha, narator urjasan, kimsan? Ey, Kelvin, baqirmayman. Kechirasiz nima? Biz tanishmizmi? Tanishmizmi? Bu Bixomsemiz. Tepalik maktabidan. Qo'ysangchi, nima deding? Sen Robimisan? 100 kilo yo'qotib, yana mushak chiqarib olibsan. Seni hech tanib bo'lmayapti. Nima qilding shunchalik? Sen hech ham o'zgarmagansan, maktabdagidaysan. Buni nishonlash kerak, qarang, qo'ysangchi. Kel, bugun o'tirib ichamiz. Yo'q, men anchadan beri shu desang, qo'ysangchi, do'sting uchun axir. Kechirasan oshdan, lekin hali ham ishora olmayapman. Axir seni xomsemiz deyishardi. Esingdami? Shunaqa deydaman. Xuddi King Kongga o'xshaysan. Buni qanday uddaladi? Olamshumul hech nima. Hamma odam kabi. Kamtarlig'imi? Sirini bilaylik axir. Aytib berasanmi? Har kuni 7 soat shug'ullandim. Har kuni 20 yil davomida. Buni hamma qila oladi. Hamma odamlar kabi. Men ham yogaga boratgandim. Endi o'zim ustimda ishlashim kerak ekanda. Odam ispetdi. Yakkashoqing zo'rku, qatan oldi. Yakkashoqlar jinnizman boru. Bilasanmi, ular yer yuzidagi eng xavfli jonivorlar. Hoy, nimadir kerak, men ofitsiantman. Oldingizda turaman, nimadir kerak bo'lmasa ham. Bizga shunda sandan so'ramadim. Qora yag'ir. Okey. Hazillashib yoqtirar ekansiz. Qizingiz bormi? Shu o'tirishga sendan so'ramadim. Yo'q, bu men uchun emas. Bugun sinfdoshlarimni ko'rgan kelganman axir. Voy, mehribon, maktab davrini qumsarkan. To'g'risi yomon havas qildim. Ortingdan juda ko'p yursa kerak-a. Men bittasiga ham qaramayman. Ular bo'qqa yaramaydi. Qo'lidan kelgan ish faqat g'iybat qilish hozirgilarni. O'zingdan gapir. Xo'sh, qancha mashq qilyapsan?